Akalar bugun mana Milano обычный pultdan, Malibu'lar pultiga o'xshagan pultdan mashinani yurgizadigan qildik. Mana ulanishi. Mana ulanish mana relay bilan universaldan oddiy relaydan bo'ladi. Bu pultni o'zi. Ana ko'rib tursanglar bo'ladi hozir. Mana orqa bagajnikni bitta bossanglar, mana tablo yonida. Yopadigan bitta bossangiz yuradi mana mashina. Shuni yurdi mana. Mana shu pultni o'zidan mashinani eshigini ochib yopsangiz ham bo'ladi. Ikkita funksiyaga ishlatsangiz bo'ladi. Moshina chiqadi xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qayrilaverasizlar. O'chirish uchun yana mana shu bagajnikini bir marta bossanglar o'chadi, mana o'chdi mashina. Rahmat hammaga, bizni ko'rganlarga. Podpiska qilib jo'natib qo'yinglar kerak odamlarga.